Kampir, shu yoshingda qanaqa kitob o'qiyapsan? Bo'ldi, endi nima keragi bor kitob o'qishni? Chol. Shu yoshga yetishishimizga, shu yoshimda ham kitob o'qishimga shu kitob sababchi-ku. Qanaqasiga kampir? Bu kitobda odamning nafas olishi, yurakning qanday ishlashi, Xush. qon bosimi, oshqozon, ichaklar, jigar, buyrak, tish, ko'z, quloq. Xullas, odamning barcha tana a'zolari haqida aniq va sodda, qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Kampir, bu kitob kimlar uchun kerak? O'quvchilar, talabalar, shifokorlar va biologiya o'qituvchilari uchun kerak, chol. Shuncha gapni gapirding, kitob nomi aytarsan balki, yo sirmi? Ha, albatta aytaman. Kitob muallifi Muhsinov Muhammad Qodir. Kitob nomi esa Anatomiya, splanknologiya. Ha, zo'r kitob ekan. Shu kitobni olib o'qishlarini tavsiya qilamiz.